2026-yil uchun $200 to'lab qo'ysanglar, uylardagi hamma ishlarni bemalol qila oladigan robot o'ylab topishibdi. Ya'ni bu robot uy vazifalarini qilishi kerak, ya'ni uydagi ishlarni. Undan tashqari yosh kattalarga hamrohlik, do'stlik qilar ekan. Ya'ni telefonimdagi yozuvim kichkina ko'rinmayapti deganda o'qib berar ekan. Eshikni ochish kerak bo'lsa, eshikni ochib yubordi, baqirsanglar, eshikni ochib qo'yar ekan. Lekin baqirishni tavsiya qilmayman, chunki kelajakni o'ylash kerak. Xullas, ChatGPTni bir robot variantiga o'xshatishgan bu narsani. Endi uni narxi hozir $200 to'lab qo'ysanglar, 2026-yilda uylarga olib borib berishi $20,000 ga tushar ekan, yoki bo'lmasa $500 podpiskasini sotib olsanglar ham bo'lar ekan. Qanaqa qilib qiladi desanglar, uni xullas o'zingizlar o'rgatishingiz kerak bo'lar ekan va uni vazni xuddi yosh bolalarnikiga o'xshagan 5 kilogacha shunaqa bo'lar ekan. Ya'ni buni maqsadi esa yiqilib tushganda yoki kimnidir ustiga tushib qolsa, misol uchun odamlarga ziyon yetkazmaslik uchun o'ylab topilibdi. Bundan kelib chiqadiki, demak u og'ir ishlarni qila olmaydi, lekin uy ishlarini, misol uchun kir yuvishlar, tarelka yuvishlar shunaqa narsalarni o'zingizlar VR ochki bilan birinchi uni miyasiga kirgizib o'rgatishingiz kerak bo'lar ekan. Undan keyin esa u o'sha vazifalarni qila olar ekan. Uni sinab ko'rishibdi. Ya'ni oddiy xolodilnikdan bitta suvni olib berish uchun 1 daqiqa vaqt ketdi va ikkita tarelkani yuvish uchun почти 5 minut vaqt ketdi. Ya'ni bu juda ham katta vaqt. Endi buni yana o'zbekchiligiga to'g'ri kelmaydigan tomonlari ham bor. Ya'ni uni ichida qaysidir adminlar deylik uni tekshirib yurar ekan, ya'ni kamerasidan ko'ra olar ekan siz uyingizda bo'layotgan holatda. Ya'ni bizda bilasizlar, mahram degan narsalar bor, ya'ni ayollarni ko'rsa-chi deyishadi. Lekin bu bizga ba'zi bir narsalarni eslatib qo'yapti. Masalan, smartfonlar, ya'ni telefonlarda ham bu narsa oldin bor deyishgan. Bilmayman, bu narsa qachondir rivojlanib ketishi mumkin. Sababi biz masalan 25 yil yoki 20 yil oldin dunyoni narigi chetidagi odam bilan to'g'ridan-to'g'ri ko'rishib, telefon orqali gaplashamiz ham miyamizga sig'dira olmaganmiz. Lekin shu narsalarga yetib keldik. Nima deb o'ylaysizlar? Bu robot O'zbekistonda ham rivojlanib ketarmikin? Xuddi shu robot chiqsa sotib oladigan odamdek videoni oxirigacha ko'rdinglar. Endi bitta like ham bosib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi.